Akalar bilan bir joyga kelganmiz. Moskvada bepul tish olaman deydigan doktor bordi. Moskva, Moskva qayerdan kelsa ham tish olish bepul deb videosini qo'ygan edik. Qani haqiqatan ham bepul olyaptimi yo'qmi? O'sha bepul doktorxonaga qani kiramiz. Mana 9 dan 9 gacha ish vaqti, mana telefon nomerlari. Biz faqat kambahallaga degan edik. Mana shu doktor bo bepul oldingizmi? Tichini oldingiz, например. Behisob oldik biz. Doktor bo bizni ko'rib turganlar nima deysiz? Haqiqatan ham bepul olasizmi? Olaman, chunki kimdir sharoiti og'ir bo'lsa, o'sha kishini biz bepul olib beramiz, problem emas. Bepul kambag'al bo'lsa, sharoiti yo'q bo'lsa bepul olamiz deyilgan. Lekin puldor ham, boyvachcha ham, yoshli ham kelib, to'g'risi tishini operatsiya qildirib, har tozalatib, yuldirib, pulini bermay ketganda doktor bo'miz. Nimaiki bu doktor bo'ni ham arenda pulusi bor, tirikchiligi bor. O'zi eng Moskvadagi eng arzon narxda va sifatli doktor kelib ko'rishlaring mumkin. Hamma apparaturalar yangi oxirgi modeldagi doktor bo'miz 10 yildan oshiq tajribalari bor mana. Rentgen apparaturalari hamma xil. Doktor bo'l nima qilasizlar? Biz tish olamiz, tish qo'yamiz, implantatsiya qilamiz, braket qo'yamiz. Xulosa shu stomatologga nima ish bor, hamma ishni qilamiz klinikamizga, hamma sharoitimiz bor bizda. Mana bu rentgen apparati hozir aytib chiqaradi-da bitta rentgensi. Ha, chiqarib ko'rsat mana. Mana chiqaradi. Mana tomir, bu tomir ha mana Ha, bu tomir plomba qilib chiqaradi. Mana akamizni ko'rdilaring, mana hozir rentgen qildilar, mana hammasini ko'rsatib turadi tomirlarigacha. Doktor bo, agar biz bepul desak, hozir puldor ham kelib bepul oladi-da. Bitta narsa qilaylik. Mana shu Moskvada qiynalgan, yoshi 50-55 dan o'tgan odamlar kelsa, bir kunga ikkita bepul olib qo'ya olasizmi? Olib qolaman. Faqat udaleniya qilib beraman. Akil lichensi u nima bo'ladi-da? Pullik, ha? Pullik. Doktor Olish 50 dan tepa olish bepul olib beramiz, problem emas. akalar bilan shu videoni like bosib, kommentariy yozib tarqatib o'ringlar. Mana shu qiynalgan 50-55 yoshdan yoshi katta odamlar qiynalib, dvornikda ishlaydi, qiynaladi, puli yo'q, imkoniyati yo'q-ku, oylik ekan. O'shalarga bepul, faqatgina yulish. Agar kimdir kelib yoshlar keladigan bo'lsa, hozir bepul deb qo'ysak, hammaga, juda ko'pchilik boylar ham kelib bepul olib ketibdi-da. Endi akalar opalar, doktor bo, bepul emas, faqat 50 yoshdan bir kunga ikkita tish yuling, bepul. Kambag'al qiynalgan. Lekin skidka qila olasizmi hamma? Ha, skidka qilamiz. 30-40% skidka qilib beramiz. Arzon, itak bizning narxlarimiz arzon. Ikkita doktorimiz bor, bemalol kelib telefon qilasizlar, adreslar mana yozilgan. Doktor bo, necha minutda kilometrdan baqa? Metrodan 2-3 minut yaqin. Qaysi To'g'ri metro? Metro Fisteh. Nechinchi liniya bu Fisteh? 10-liniya. 10-chi. Nechinchi vag'ondan chiqsin? 2-vag'on. Ikkinchi vag'on. Adres nima bu yerdiki? Chelobitevsk shosсе, dom 2, korpus 1. Biz tish olamiz, tish qo'yamiz, implantatsiya, xulosa shu stomatologga nima ish bor, hamma ishini qilamiz. Operatsiyalar ham qilaverasizlar. Ha, qilamiz. Periodlar tishlari sinib ichida qolib ketganlar bor-ku. Udalit qilamiz, problem emas. Uni olib bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Mas tishi egrilanikicha sim tortib bo'ladimi? Bo'ladi. Keyin hozir yangi chiqqan tishlar bor-ku, oq tish. Sirkoniy koronka qo'yamiz, IMAX qo'yamiz, metalokeramika qo'yamiz, so'nach tiroq, so'nach shesti qo'yamiz implant. Bir kunga qo'yib tishini ustanovat qilib beramiz. Doktor bu juda ko'pchilik tishdan qo'rqadi, bilasizmi nimaga? Doktorga kelishdan qo'rqadi. Sababi ukol qiladi, og'riydi deb o'ylaydi. Nima deysiz? Hozir og'rimaydi, og'riq вообще bilinmaydi. Misol, men oldimga kelganlar biladi. Misol, ukol qilaman, og'riqni tamoman sezmaydi. Men o'zim ham yoshligimda tish doktoriga borganman. Katta shpritsda tiqqan, og'rigan. O safar kelgandim, hozirgi ninachalarni nina ham bo'lsa bilamaysizlar, juda ingichka. U og'rig'i chustlik ham qilmaysizga. Men o'yladimki, og'riydi deb, bemalol men tishlarimni tozalab, chiroyli qilib qo'ydilar. Doktor buvamning qo'llari dard ko'rmasin. Biz sizlardan bitta iltimosimiz, shu videoga befarq bo'lmanglar, tarqatinglar. Ko'ryapsizlar, hamma sharoit bor. O'zimizniki eng arzon narxda 30-40% skidka, yana bir kunga bitta ikkita bepul savob uchun. Faqat yoshi kattalarga 50-55 dan yoshiga. Nimaiki hammaga desak, oldingi safargidek hamma kelib, puldor ham kelib, tishini bepul oldirgisi keladi, operatsiya qildirib yoki koronkani ham qo'ydirib bepul deyishi mumkin. Bularning ham tirikchiligi bor, farzandlari bor, arenda to'lash kerak, bepul emas bu joylar, o'zlaring bilasizlar. Biz sizlarga maksimalni eng arzon narxda, sizlar kelaverasizlar, xizmatlaringda doktor bo'lam, chiroyli qilib qo'yadi ishlaringni, xudo xolasa.